Mana shu e'tibor bergan bo'lsanglar, to'yona berilyapti. Daftar ruchka qilib bittasi yozyapti. Ha, bu nima degani bu? To'yona yoziladigan narsami bu? Qarzmi? Nima uchun unaqa yoziladi? Demak, u to'yona emas, u qarz demak. Meni maslahatim, agar to'yona bermoqchi bo'lsanglar, ko'ngildan chiqarib qaytib bermaydigan qilib qarz demasdan beringlar. U qaysi birini uzib ulguradi? Umri yetmaydi odamda. U yerga 100 ta odam kelsa, 100 ta to'y qiladi. 100 ta to'yga borib ulguradimi umri davomida odam? Agar qarz deb yozib olsa buni o'ziga. Agar to'yona bersiz, cho'ntagingiz ko'targancha, masalan, bir yaqin qarindosh urug'lar to'yona bermasangiz bo'lmaydigan joylarga boradigan bo'lsangiz, qurbingiz yetsa $50 bering, $100 o'rniga. Uni qarzga deb emas, u to'yona, u sovg'a, podarka bo'ldi. Uni umri davomida ular sizga to'y qilsangiz ham, boshqa qilsangiz ham, qanaqadir marosimlar qilsangiz qaytarmasa ham mayli deb berish kerak. Mayli deb uni kechish kerak undan. Men shunaqa qilaman. Qayerga to'yga borsam ham, qanaqangi yaqin qarindoshim bo'lsa ham, unga cho'ntagim ko'targanini beraman. Qarzga deb bermayman lekin. Menga kim to'yona bergan bo'lsa ham, ularni men qaytarishga majbur emasman. Rozi bo'lasizlar. Chunki bu qarz emas, to'yona aslida sovg'a bo'lish kerak bu. Kechib yuboradigan pulni bering. Uyatmang. Ozroq berishga qisilmang, uyatmang. Masalan, $50 bera olmasangiz 100 ming so'm bering. 50 ming bering. Yaqin qarindoshingiz bo'lsa ham sharoitga qarang. Sharoitingiz yo'q bo'lsa bermay ham ko'ring. Shunday gavdangizni ko'tarib boravering. Sizni to'yxonadan chiqarib haydab yubormaydi. Yaqin qarindoshingiz bo'lib ham sizni sharoitingizni tushunadi. Tushuntiring. Keyinchalik, masalan, o'g'il uylab yo qiz chiqarsa, keyinchalik topganingizda uyatadigan bo'lsangiz, yaxshi topib qolgan paytingizda boringda, orqasidan yo'qlab boring. Bir podarkani ko'tarib 300-400 ming so'mlikmi, qurbingiz yetganini shunda ham. Bir marta men o'zim pand yeganman. Yaqin qarindoshimni nevara to'yiga, ularkida deyarli ko'p umrim o'tgan, yoshligimda shu yerlarda ko'p yurganman. Yaqinmiz endi. Xolamni nevarasini to'yiga bora olmay qoldim. Umuman pul yo'q edi uyda. Deyarli pul yo'q edi. Shu bor edi, u paytda 50 ming so'm pul bor edi. Bu yoqqa borib kelish 20 ming yo'l ketardi adashmasam. Bora olmaganmiz. Produktda ham tugayotgan payt edi. Juda ham sharoitimiz og'ir payt edi. Bora olmasdan yo'l kerak qilib bo'lsa ham borib, ashetdan yo'l kerakga pulim yo'q desam berardi ham shular. O'zlariga telefon qilib, meni pulim yo'q desam, kerak bo'lsa birontasini bor olib deb jo'natishi ham mumkin edi mashina. Qisilganimdan bora olmaganman. Men bitta xato qilganman shu yerda. Shuni ochiq aytishim kerak edi telefon qilib. Bo'lib ham erkak kishi to'y qilayotdi. U meni sovrinimga muhtoj odamlar emas edi ular. Menga shunday mashina jo'natib, ayinga oying kelish deb shunaqa darajadagi odamlar edi. U qarindoshlarim. Men xato qildim, bormadim to'yga. Shunaqani xatoni qaytarmanglar. U uyatmaslik kerak o'zining holatidan inson. Pulingiz yo'qmi? Yo'q, bor. 5 ming so'm qistira olasiz, bo'ldi, ash yetadi. Keching lekin undan. Shuning uchun o'zimizni cho'ntagimizga qarab yurishlar qilishimiz kerak.